Uyqusizlik ahvollarga beliq sho'rpisiga mogo silib birga ichib berishni tashabbus qilma, chunki mana birisi chiqdi beliqni. Mana tabiiy ko'lning beliqida mana qarqashni. Mo'sh beliqga qilib paraq biraya. Ibobat manda gap bor. Suvning hamisi so'g'oqdir, tuz suyidan boshqa, go'shtning hamisi issiqdir, beliq go'shtidan boshqa degan gap bor. Bu beliqda may degan narsa bo'lmaydi. Şomuş aqsil to'liqlashda beliq go'shtining eng yaxshi men ko'pincha uyqusizlik ahvollarga beliq sho'rpisiga mogo silib birga ichib berishni tashabbus qilma, chunki bu mogo bilan beliq sho'rpisi birlashsa nayt mo'tadil bo'ladi, uyquni yaxshilaydi. Beliqni mayda pishirib emas, bo'lsa kebab qilib yoki sho'rp qilib pishsa bek yaxshi. Mana shunday qilib pishgash sizlarga biray. Mejayat o'rganlik suvchanlikda, o'sha amaliy yerlarda amaliy oddiy reseptlar deb beraman. Yana bir ish, beliq sho'rpisiga nisbatan dengiz mahsulotlari yeyisi bo'lmaydi, qalqonsimon bas kasallik bor deydi. Amaliyotda bu gerçi dengizda yashamaydi, ko'lda yashaydi-ku. Shunga yerlik beliq, daryo beliq, mana narsalarning oqsil miqdori bir qadar yuqori. Shunga jagonqiga oqsilni ichib vermay beliq sho'rpisi ichsanglar, oqsil to'liq qoladi. O'xshash. Öndidarim 136 599 00 37. Sal turib beliq kapini ko'rsatib qo'ying.